طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي بسم الله الرحمن الرحيم وصوله فحباه الله رضوانا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allohdan tavfiq so'rab bir hadisni sharh o'qishda davom etamiz. Biz 38-hadisga kelib to'xtagan edik. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha ta'ala qol." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo aytdi. Ya'ni bundan hadis qudusiy ekanligi tushuniladi. "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idannahu." Rivoyat Buxoriy. Kimiki meni do'stimni dushman tutsa, men unga jang e'lon qilaman. Bandam men unga farz qilgan narsalardan ko'ra suyukliroq bo'lgan biror bir narsa bilan yaqinlashmadi. Ya'ni bundan tushunadiki, menga bandamga buyurgan narsalarning eng suyuklisi men unga farz qilgan narsalar, deyapti. Bandam menga nafl ibodatlar bilan yaqinlashishda davom etadi, hatto uni men yaxshi ko'rib qolaman. Agar yaxshi ko'rsam, eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi va ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan so'rasa, men albatta unga beraman. Agar mendan panoh so'rasa, albatta uni panoh beraman. Uni Buxoriy rivoyat qildi. Sharhga kirishib Usaymin rahimahulloh aytiblar. Mana bu hadis qudusiy oldinda o'tgani kabidir. Biz bular haqida oldinda aytdik. Ya'ni bu hadis qudusiyni yana bir eslatma sifatida bu Allohning lafzimi yoki Allohning lafzi Rasulullohning so'zlarimi yoki lafz ham so'z ham Allohnikimi, lafz ham ma'no ham yoki boshqami deganda rojih qo'l. So'z Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan, ma'no Allohdan. Lafz ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki, ma'no Allohniki. Endi kimiki meni do'stimni dushman tutsa degani ay ittakhadahu aduwan lahu. Va valiyulloh azza va jalla bayyanahu Alloh azza va jalla fil Qur'an va qala ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ya'ni uni dushman tutib olsa va Allohning do'stini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qildi. Aytdiki, ogoh bo'linglar, albatta Allohning do'stlariga qo'rquv ham yo'q, ular mahzun ham bo'lmaydilar. Endi bu Allohning do'stlari iymon keltirgan kimsalar va taqvodor kimsalardir. Shayxul Islom ibn Taymiy rahimahulloh aytdiki, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan akhadahu min al-aya alladhina amanu wa kanu yattaqun." Kimiki mu'min taqvodor bo'lsa, u Allohning do'stidir. Ibn Taymiy rahimahulloh uni oyatdan oldi. Alladina amanu kana yattaqun. Ular iymon keltirgan va taqvodor kimsalardir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni faqat degan so'zlari bu javobi shart. Azantuhu bil harb degani a'lantu alayhi bil harb. Men unga jang e'lon qilaman. Va zalika li mu'adatihi awliyalloh. Mana bu narsa Allohning do'stlariga uni dushmanlik qilganligi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bandam men unga farz qilgan narsalardan ko'ra suyukliroq biror bir narsa bilan yaqinlashmadi deb aytgan so'zda. Lekin farzlar turli xil bo'ladi. Biz yaqinda inshaalloh bayon qiladiganimiz kabi farz jinsi Alloh taologa nafl jinslaridan ko'ra suyukliroqdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bandam menga nafllar bilan yaqinlashlikda davom etadi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman deb aytdilar. Allohning so'zini. Bundan fe'llar la yazaldan maqsad davom etadigan fe'llardan. Ya'ni undan Alloh taologa nafllar bilan yaqinlashlikda davom etadi. Alloh taolo uni yaxshi ko'rib qoladi. Bu yerda hatta degan so'z bu g'oya maqsad uchun va bu Alloh taoloning yaxshi ko'rishligidandir. Bu narsalar sabab, Alloh taoloning yaxshi ko'rishligi sababdan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni agar men uni yaxshi ko'rib qolsam, Alloh taolo aytganda, uni eshitadigan qulog'i va ko'radigan ko'zi va ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman deb aytdilar. Eshitadigan qulog'i bo'laman deganda ma'lumki hadis zohirga ko'ra emas. Chunki maxluqning eshitishligi hodisdir, yangi paydo bo'luvchi va maxluqdir va Alloh taolodan ajragan. Uni ma'nosi demak aytilindiki, ma'nosi inson Allohning valisi bo'lsa, do'sti bo'lsa va Allohning viloyatlarini eslasa, uni qulog'ini saqlaydi va uni qulog'i Alloh rozi bo'ladigan narsaga tobe bo'ladi. Mana shuningdek ko'zda ham shunday deb aytiladi, qo'lda ham, oyoqda ham. Aytiladiki, ma'no Alloh taolo uni qulog'ini, ko'zini, qo'lini va oyog'ini to'sib qo'yadi va ma'nosi natijada nima bo'ladi? Mana bu inson eshitadigan, ko'radigan, yuradigan va ushlaydigan narsalarda muvofiq kelishligi. Mana bu eng yaqini. Maqsad Alloh taolo bandasini mana bu javorihlarda to'sishligi. Allohning shu bandasidagi mana bu badanlaridagi mana bu javorihlarni to'sishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni agar so'rasa, men albatta unga beraman degan so'zda bu jumla shart va qasamni o'z ichiga oladi. U ikkisining ichidagi qasam oldinda keluvchidir. Shuning uchun qasam uchun javob shartsiz keldi. Aytdiki la u'tiyannahu. Bitta ta'kid bilan aytdi. O'sha ta'kidda
Shular u'tiyannahudan oldin mahzub bo'lgan nima bor? Qasam bor. Agar mendan bandam so'rasa, albatta beramandan maqsad. Shu yerda qasam bor. Wala insa'allani va qasam wala u'tiyanna. Ibn Malik rahimahulloh aytdiki, wahdif lada ijtima'i shartin va qasamin javoba ma akharat fa huwa multazam. Shart va qasam jamlangan paytda kechikib kelgan javobni hazf qilgin va u lozimdir, majburlangandir. Agar shart va qasam jamlansa, kechikib kelgan javobni hazf qilgin va javob oldinda kelishligi uchun, bu yerdagi javob oldinda kelishligi uchun bo'lgan javob u qasamdir, chunki u lom bilan bog'langandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni agar mendan panoh so'rasa degan so'zlarda, ya'ni mendan talab qilsa panohni men unga beraman. Ya'ni men uni panoh berishimni mendan talab qiladigan bo'lsa, men u uchun boshpana bo'laman. Unga panoh beraman. Bu yerda shu talab qilgan narsani u bilan hosil bo'ladigan va shu qochilingandan, shu nimadan qocha turgan bo'lsa, u bilan najot topishlik bo'ladigan, yordam so'rashlik hosil bo'lgan. Mana bu savolni zikr qildi va Alloh taolo xabar berdiki, mana bu nafllar bilan yaqinlashgan odamga so'ragan narsasini berishligini xabar qildi va panoh so'ragan narsasidan panoh berishligini xabar qildi. Endi mana bu hadisni sharhini tugatib, hadis qudsiyni foydalariga kirishdilar. Foydalardan birinchisi, Allohning do'stlarini dushman tutishlik katta gunohlardandir. Alloh taoloni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki, Alloh unga jang e'lon qilaman deb. Mana bu xos amalga xos jazo. Mana bu amal katta gunohlardan. Foydalardan ikkinchisi, Allohning do'stlarini isbot qilishlik va mana buni inkor qilishlik mumkin bo'lmaydi, chunki u Qur'on sunnatda sobitdir. Lekin barcha narsasi tahqiqul manotdir. Ya'ni u vali, viloyat da'vo bilan vali bo'lgan kimsami, u valilik da'vo bilan bo'ladimi yoki libos ko'rinishi bilanmi yoki badan ko'rinishi bilan hosil bo'ladimi? Javobi yo'q. Viloyat Alloh taolo o'zining so'zida bayon qildi. Viloyat allazina amanu va kanu yattaqun, iymon keltirgan va taqvodor kimsalar. Kimki mu'min taqiy bo'lsa, u Allohning do'stidir. Bilginki Alloh taoloning viloyati ikki turli, umumiy va xos. Umumiysi Alloh taoloning xalqlarni barchasiga tadbir bilan boshqarishlik, qoyim bo'lishlik, ularning ishlarida qoyim bo'lishlik jihatidan bo'lgan viloyati. Bu barcha mu'min, kofir, yaxshi-yu fojirlarni har biriga umumiydir. Alloh taolo aytdiki, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna va hum la yufarritun. Thumma ruddu ila Allohi mawlahumul haq. Hatto sizlarning biringizga o'lim kelgan paytda bizning elchilarimiz suskashlik qilmasdan uni jonini oladi. Keyin ularning haqiqiy mavlosi bo'lgan Allohga qaytariladilar. Endi xos bo'lgan viloyat esa u Alloh taoloning muttaqillarga bo'lgan viloyat. Alloh taolo aytdiki, Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Alloh iymon keltirgan kimsalarning valisidir. Ularni qorong'ulikdan nurga chiqaradi. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va lahum yahzanun alladina amanu va kanu yattaqun. Yunus surasini 62-63-oyatda ogoh bo'lingki, albatta Allohning do'stlariga qo'rquv ham yo'q, ular mahzun ham bo'lmaydilar. U mu'minlar Allohning avliyolari, ya'ni do'stlari, ular iymon keltirgan kimsalar va taqvodor kimsalardir. Endi bir aytuvchi aytsaki, Allohni bir shaxsga nisbatan viloyati sobit bo'lishligida sen bilan Allohning orasida o'zing uchun duo qilishliging va hojatingni so'rashliging, shunga o'xshagan narsalarda vosita bo'lishligimi desa, javobi yo'q. Alloh taoloning orasi bilan bandalarning orasida vosita bo'lmaydi. Ammo johir, ya'ni aldangan johillar aytadilarki, ana ular Allohning valilari, do'stlari deb aytadilar va ular biz bilan Allohning orasidagi vositadirlar. Ularni Allohga birinchidan vali qiladilar, birinchidan vosita qiladilar, vasila. Keyin esa Allohni qo'yib, ikkinchidan ularga duo qiladilar. Foydalardan uchinchisi, Alloh taoloni jang qilishligini isbot qilishlik. Faqat adantuhu bil harb, men unga jang e'lon qilaman degan so'z uchun Alloh taolo ribo haqida ham zikr qildiki, fa illam taf'alu fa adanu bi harbin min Allohi va rasulihi. Agar unday qilmasalaringiz, Alloh va rasuliga qarshi jang e'lon qildilaringiz. Jang e'lon qilinglar. Mana buni ham yo'l to'sarlikni jazosini ham Alloh taolo zikr qildiki, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Alloh va rasulahu va yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Alloh va rasuliga qarshi jang qiladigan va yerda fasod qiladigan kimsalarning jazosi ularni qatl qilinishliklari yoki osilishliklari yoki qo'l va oyoqlarini teskari holatda kesilishliklari. Bundan maqsad o'ng qo'l chap oyoq yoki chap qo'l o'ng oyoq yoki yerdan badarg'a qilinishlari, surgun qilinishlari. Mana bu ular uchun dunyodagi xorlashlik bor va ular uchun oxiratda esa katta azob bordir. Alloh saqlasin, subhanalloh. Foydalardan 4-inchisi, Alloh taoloning muhabbatini isbot qilishlik va u bir-biridan afzal bo'ladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi." Banda men unga farz qilgan narsadan ko'ra suyukliroq biror narsa bilan yaqin bo'lmadi. Va foydalardan 5-inchisi, solih amallar Alloh taologa yaqinlashtiradi. Inson mana buni o'zining nafsida his qiladi. Agar Alloh taologa ibodat qilishlikka komil bir vajhga ko'ra ixlos va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib va qalb hozir bo'lishlik holatida ibodat qilishlikka qoyim bo'lsa, u Alloh taologa yaqinlashgan ekanligini his qiladi. Mana bu Alloh taolo muvaffaq qilgan kimsalar, muvaffaq bo'lgan kimsalar uni biladi. Kama aktharul ladina yusalluna va yatasaddaquna va yasumun. Ko'p kishilar, ko'p kimsalar roza tutib, namoz o'qiydigan, sadaqa beradigan
qilayotgan ko'p kimsalar, lekin ulardan ko'pi Allohga yaqinlikni his qilmaydi va bandani Alloh taologa yaqinlashligini his qilishligi shubhasiz u siyratida va manhajida uni yaqinda ta'sirini ko'radi. Foydalardan 6-si Alloh taoloning buyruqlari 2 qism: farz va nafllar. Nafl u farzdan ziyoda bo'lgani. Bu taqsimotni surati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha banda men unga farz qilgan narsalardan ko'ra suyukliroq biror narsa bilan yaqinlashmadi va banda menga nafllar bilan yaqinlashishga davom etadi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman degan so'zlarida. So'zlari mana shu taqsimot. Foydalardan 7-si amallar jins jihatidan bir-biridan afzal bo'ladi. Xuddiki tur jihatidan bir-biridan afzal bo'lgani kabi, jins jihatdan bo'lgani esa farzlar Alloh taologa nafldan ko'ra suyukliroqligi. Nav jihatdan esa namoz Alloh taologa Alloh farz qilgan narsalardan boshqa farz qilgan narsalardan ko'ra namozni Alloh taologa eng suyuklisi. Ana shuning uchun Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Qaysi amal Alloh taologa ayyul a'mal ahabbu ilalloh? Alloh taologa eng suyukli amal qaysidir? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam as-salatu ala vaqtiha, vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Amallar jinslarda bir-biridan afzal bo'ladi. Turda bo'lgan jinslari ham bir-biridan afzal bo'ladi. Balki turda bo'lgan farddagi turlarda ham bir-biridan afzal bo'ladi. 2 kishidan qanchasi borki, 2 kishi bor, bitta namoz o'qiydi va manzili va martabasi Allohning huzurida xuddiki mag'rib va mashriq orasidagi kabi boshqa. Foydalardan 8-si nafllarni ko'paytirishlikka undashlik. Alloh taoloning hadis qudusiydagi va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Banda menga nafllar bilan yaqinlashishga davom etadi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Foydalardan 9-si esa nafllarni ko'p bo'lishligi Allohning muhabbatiga bir sabab, Allohni yaxshi ko'rib qolishligi uchun bir sabab. Chunki hatto bir g'oya uchun, maqsad uchun bo'lyapti. Agar nafllardan ko'paytirsang, sen uchun Allohning muhabbatiga bor bo'lishiga xursand. Lekin bilginki, mana bu amallardagi juzlar u shariatga muvofiq bo'lib keladigan amallarga ko'radir. Barcha namoz fahshdan va munkardan qaytarmaydi. Barcha nafllar ham Alloh taologa yaqinlashtira olmaydi. Men buni umidsiz bo'lma deb aytayapman, lekin ibodatni yaxshi qilishlikda va ibodatni komil qilishlikka undashlik, hatto banda dunyo va oxiratda savobli martabaga yetganigacha. Shuning uchun insonlardan ko'pchiligi 5 vaqt namozni va nafllarni o'qiydi va qalbida esa munkardan qochayotganligini va fahshdan qochayotganligini his qilmaydi. U shu tabiatida qoluvchi. Endi nima uchun? U holatda nuqsonimi yoki amal qiluvchi nuqsonimi desa, javobi amal qiluvchi nuqson. Foydalardan 10-si Alloh taolo agar bandani yaxshi ko'rib qolsa, uni quloqini, ko'zini, qo'lini va oyog'ini to'sib qo'yadi. Ya'ni har qanday sezgi organlarida u faqatgina Alloh rozi bo'ladigan narsani eshitadigan o'rinda va agar eshitsa foyda topadi va ko'rishligi ham faqatgina Alloh rozi bo'ladigan narsani ko'radi. Mana shunday, agar ko'rsa foyda ko'radi. Qo'lda ham shunday. U qo'lida faqatgina Alloh rozi bo'ladigan narsalarni ushlaydi va agar Alloh rozi bo'ladigan narsani ushlasa foyda topadi. Mana shunday oyoqda ham shunday deb aytiladi. Foydalardan 11-si Alloh taolo agar bandasini yaxshi ko'rib qolsa, so'raganiga javob beradi va unga so'ragan narsasini beradi va uni yomon ko'rgan narsasidan nima qiladi? Panoh beradi. Shuning uchun u uchun talab qilingan narsa hosil bo'ladi va undan qochilingan narsa ketadi. Undan qochadigan narsasi ketadimi? U uchun talab qilinadigan narsa hosil bo'ladi. Agar mendan so'rasa, albatta unga beraman degan so'zda talab qilingan narsa u bilan hosil bo'ladi. Agar mendan panoh so'rasa, men unga panoh beraman degan so'zda esa qochilingan narsa zavol topadi, ketadi. Endi bir aytuvchi aytsaki, mana bu mutlaqlikka ko'rami? Agar inson qaysi narsani so'raydigan bo'lsa, modomiki u mana bu sifatlar bilan sifatlangan ekan, shu sifatlar bilan sifatlangan ekan, ijobat qilinadi deganimi deb savol berilsa, javob yo'q. Chunki dalillar ba'zisini qaydlaydi. Bir gunoh bilan gunohni qilsa yoki qarindosh urug'chilikni uzsa yoki insonga zulm qiladigan bo'lsa, u uchun ijobat qilinmaydi. Hatto nafllari ko'p bo'lsa ham, hatto agar mana bu buyuk martabaga yetsa ham va u Allohning muhabbati, Allohning unga muhabbati, albatta u gunohni qilib o'sha qarindosh urug'chilikni uzib yoki zulm qilsa, u uchun ijobat qilmaydi. Chunki Alloh taolo mana bunga o'xshaganlarga ijobat qilishlikdan adolat qilgan zot. Foydalardan 12-si Allohning avliyolarini sha'niki ularga qarshi dushman bo'lgan kimsani o'rnida Alloh taolo unga jang qilishligini e'lon qildi. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.